Qo'y sen! Qo'lim aqldan ozdi va endi menga hujum qila boshladi. Biror narsa qila olasanmi? Nima haqida gapiryapsan? O'z muammoingni o'zing hal qil. U menga yetib olyapti. Mana u. Nima qilayotgan edingiz o'zi? Nima qilayotgan edik? Har doimgi ishimizni qilayotgan edik. Bu qanaqa ish bo'ldi? Shunchaki har xil narsalarni yig'ish, hammasi shu. Uni buni qo'y, mana bu yaralarga yaxshilab qara. Men imkon qadar tezroq kasalxonaga borishim kerak. Agar uni ushlab tura olsang, men senga istagan pulingni beraman. Bu nimasi? Bu zo'ravonlik, bilasanmi? O'zingni yaxshi his qilmayapsanmi? Bu juda ta'sirli. Endi tezroq uni yo'q qil. Hech qachon. Nima uchun? Chunki meni ishim odamlarni o'ldirish emas. Agar bunday bema'ni prinsiplaringga sodiq qoladigan bo'lsak, mendek aristokrat o'lishi mumkin. U shunchaki qul, uni o'ldiraver, men shunchaki boshqasini sotib olaman. Kechirasan, lekin men imkon qadar ko'proq hayotni saqlab qolishga harakat qilaman. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan o'zi? Davolovchi. Qanday davolovchi bunday harakat qila oladi? U tez, o'rtacha yarim odamga qaraganda anchagina tez.